bitta masala bor. Oyog'ingiz tayi degan narsa bor. Oyog'ingiz tayi. Oyog'ingiz tayidagi vannaga, kafelga, pokligiga ishonch hosil qilsangiz, mana shunday tapishgan kiyib chiqib keting. Mana shu joyi ham eng nozik. Lekin shaxsan men o'zim hammomdan misol keltirsam, men ishonmayman. Sababi men 3 ta hali kichkina balog'at yetmagan qizim bor. Ular ham cho'milishadi. Ular ham mendan oldin cho'milib, lekin shaxsan men cho'milib bo'lib, g'usulimni qilib bo'lib, oxirida oyog'imni oxiriga olib qo'yaman men. Suv to'planmasa ham. To'planmasa. Tapishga turadi hammomizda. Men bitta gapni tushuntirish uchun chayqalgan oyog'ingiz chayqalgan tapishga tushsin. Bir xil yigitlar shunda oyog'ini yuvadi, kafelga tushib, keyin tapishgani kiyadi. Ana u kafelga sizdan oldin qizingiz kirib, ikki shoshib bavul qilib qo'ygandir. Keyin ayollarimiz ham pollatani yuvib qaramaydi ham, pollatda najosat bo'ladi. Kafellarimiz ham najosat bo'ladi. O'shaning uchun kafelda aytib bosgani hushyor bo'ling. Agar oyoq tagida sizdan oldin ayolingiz qaramay, qana kesak kiymasa 15 polda achib ketgan bo'lsa, cho'milib bo'lib kafelni bosyapsiz, oyog'ingiz tagida najosat bo'ladi. Bu oyog'ingizga najosat yopishadi. Namozingiz durust bo'lmay qoladi.